Assalomu alaykum. Bugungi videoda karta bo'limidagi haqiqiy, ya'ni bank kartalari haqida gaplashamiz. Bank kartalari. Ushbu kartalarni ilovaga qo'shishingiz bilan tranzaksiyalar avtomatlashadi, aynan o'sha karta uchun. Masalan, karta orqali pul qabul qilinsa, daromad tranzaksiyasi qo'shiladi. Agar xarajat qilsangiz, xarajat tranzaksiyasi qo'shiladi. Karta bo'limiga kirib, karta qo'shish tugmasini bosing va bank kartasini tanlang. Rangni tanlang, kartaning nomini kiriting va 16 xonali raqamni kiriting. Amal qilish muddatini kiriting va davom eting. Keyin kartaga ulangan raqamga tasdiqlash uchun SMS kod boradi. Ushbu kodni kiritish orqali kartangizni muvaffaqiyatli ro'yxatga qo'shasiz. Har bir qo'shilgan bank kartalari uchun 15 kunlik tranzaksiya tarixi qo'shib beriladi. Ya'ni karta qo'shilgan sanadan avvalgi 15 kundan boshlab tranzaksiyalar ko'rsatiladi. Qo'shimcha xususiyat har bir kartadan kelib tushgan tranzaksiyalardan kelib chiqib, ilova kategoriya belgilaydi. Agar kategoriya sizning ro'yxatingizda bo'lmasa, u kategoriyani sizga qo'shishga taklif beradi. Agar qabul qilsangiz, u kategoriya ro'yxatingizga qo'shiladi va grafikda alohida rangda ko'rsatiladi. Ushbu video shundan iborat edi. Rahmat, salomat bo'ling.